Yoshlar oyligi doirasida O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida yoshlar jinoyatchiligini oldini olishning dolzarb masalalari mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir Yoshlar ishlari agentligi Kriminologiya tadqiqot instituti hamkorligida o'tkazildi. Bugungi kunda yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bo'lib o'tgan konferensiyaning maqsadi ham mazkur yo'nalishlarda olib borilayotgan tizimli ishlar va chora-tadbirlarning hamda tadqiqotlar va xalqaro tajribalarni o'zaro muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan yil boshida eng birinchi qabul qilingan qaror ham aynan mahallalarda xavfsiz va jinoyatdan xoli hududni shakllantirishga qaratilgan hujjat bo'lib, mazkur hujjat orqali tegishli vazirlik idoralariga bir qancha vazifalar belgilab berildi. Bu boradagi demak jinoyatga moyil bo'lgan, huquqbuzarlikka moyil bo'lgan yoshlar bilan individual ishlash, ularni sog'lomlashtirish borasida bir qancha vazifalarni amalga oshiryapti. Jumladan bugun ham aynan Yoshlar ishlari agentligi mazkur konferensiyada olim tadqiqotchilari kelib mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni erishilgan natijalar shu bilan birgalikda istiqbolda aynan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha masalalar muhokamalar qilindi. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar bu borada va O'zbekistonda mazkur yo'nalishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalarni muhokama qilindi. Anjumanda bevosita ma'ruza qilgan olimlar yetuk malakali ekspertlar tomonidan yoshlar jinoyatchiligini oldini olish hamda ularga qarshi manzilli va maqsadli kurashish har qachongidan muhim ekanligi alohida ta'kidlandi.